Fond bozorida katta pul bilan aqlli pul o'rtasida farq bor. Chunki katta pullarning asosiy qismi, masalan, pensiya fondlari bozorga qo'ygan har bir kontraktdan maksimal darajada eng yaxshi natijani siqib olishga urinmaydi. Lekin hedge fondlar va banklar odatda ijroni imkon qadar eng yaxshi narxda amalga oshirishga harakat qiladi. Bu bozorda narx harakatida juda katta o'zgarish kirita oladi. Bu aqlli pul diapazoni deb ataladi. Qolgan kichik fondlar va retail treyderlar ularga ergashadi. Pensiya fondi bir vaqtning o'zida milliardlab dollarlik buyurtmalarni bozorga olib kirishi mumkin. Lekin asosiy masala shundaki, pensiya fondlari bozorga kirishi narxga deyarli ta'sir qilmaydi. Ular faol tradingdan ko'ra uzoq muddatli investitsiya uchun bozorga kirishadi. Shuning uchun biz ko'rayotgan ayrim patternlar ma'lum turdagi bozor ishtirokchilari bilan bog'liq holatda shakllanishi mumkin. Ko'rayotganingizdek, bozorda xatti-harakat ko'p jihatdan qaysi turdagi ishtirokchi ekanligiga bog'liq. Agar hedge fondlar va banklar qanday savdo qilishi bo'yicha harakatlar sizga qiziq bo'lsa, ekrandagi video ustiga bosing.